mana bu darsda biz nimalarni o'rgandik? Birinchi navbatda Figma'ni o'zini artboard'i, mana bu sidebarlarini o'rganib chiqdik. Bu sidebarimizda nimalar bor? Bu sidebarimizda nimalar bor? Hammasini birinma-ketin o'rganib chiqdik. Va bu elementni tanlaganimizda mana bu sidebar doim o'zgaradi. O'zining shaklini o'zgartiradi. Bu narsani biz sursak ham bo'ladi, sal kattaroq qilib, mana bu holatda ikkalasini teng o'lchamda qilib, bu sidebarimizni nisbatan ichidagi ma'lumotlari o'zgarardi. Qaysidir oynani tanlasangiz, o'shanga qarab mana bu sidebarimiz o'zgarardi. Bu sidebarimiz qotib turadi. Bunda universal ma'lumotlar bor. Tepadagi headerimizni u ham universal. Mana bu joydagi elementlar ham universal hisoblanadi. Nimanidir tanlasangiz, shunga qarab ma'lumotlar faqat mana bu sidebarimizda o'zgarar edi. Aynan mana shu artboardimizni nima ish qilsak ko'rinadigan narsamizni biz o'rganib chiqdik va birinchi darsimizda. Keyin ikonkalar bor. Ikonkalar bilan tanishib chiqdik. Qayerdan topishni bilib o'rganib chiqdik. Xo'p, mana bunaqangi assetslar bo'limi, endi assetslar bo'limini tushuntirib berdim va assetslar bo'limi qanaqa ko'rinadi, ichidan nimalarni olib chiqsak bo'ladi va qanaqa elementlarni tortib olsak bo'ladi kabi ma'lumotlar bor edi va mana shu assetslar dizayn sistemalar orqali o'zimizdagi fayllarni tortib olishni o'rgandik va bittagina nimalar yasay olamiz Figmada. Mana shu Yandex ID ga o'xshagan o'zim mana shu screenshotimni yasab berdim. Mana shu holatda mana bu narsalar bilan siz yasasangiz bo'ladi degan ma'lumot bilan yasab berdim va mana shu birinchi darsimizda yana qo'shimcha murakkab shape'larni ham bir vaqtda chizishni o'rgandik. Murakkab shape'lar bular endi Figma asoslari hisoblanadi. Figma asoslariga ko'ra aynan mana shu shape'larni chizishingiz orqali bir nechta shape'larni bir-biriga birlashtirish va ulardan foydalanish orqali siz murakkab bo'lgan elementlarni yarata olishingiz mumkinligini o'rganib chiqdik o'sha darsimizda. Ikkinchi darsimiz nisbatan sal murakkabroq boshlandi. Bu joyda biz qo'shimcha ma'lumotlar deganda ko'proq Figmani interfeysini ham birga o'rganish va o'sha o'rgangan narsalarimizdan nimalarnidir yasashni ham bir taniga o'rganishimiz kerak edi aynan o'sha darsda. Ularni ko'rib chiqdik. Deylik assetslar, layer o'sha Figma interfeyslari, layer assetslar, auto layout dinamika va shortcutslar bilan tanishib chiqdik deyilgan ekan. Mana bular shortcutslar hisoblanadi. Figma dasturidan foydalanishingizni anaqangizni tezlashtirib beradi. Bu narsalarni o'rganganingiz sizga juda ham qulay, juda ham foydali hisoblanadi. Figma interfeysi, endi u o'tgan darsda ham Figma interfeysini qanchadir qismini o'rganganmiz va haligi zerikarli bo'lib qolmasligi uchun, Figma interfeysida qotib qolmasligimiz uchun bir vaqtda nimalardir yasab ko'rsatish o'sha 1+1 anaqasida dars o'tilgandi. Nimadir ham o'rganamiz, ham nimadir yasab chizib ko'ramiz. Taktikasida 2 soatdan 1 soatdan ma'lumotlar ajratilgandi. Nazariy darsimizga faqatgina urg'uni berishimiz kerakligi o'rganib chiqdik o'shanda. Bu darsimiz ham qizg'in o'tdi. Aynan mana bu kabi elementlarni, blur effektlarini berib, oldiga o'sha elementlarni soyalar qo'shib, turli xil gradiyentlar yoki blur effektlar, layer blurlarni, blur effekt umuman olganda o'shalarni chizishni, qo'shishni o'rgandik va mana bu narsani biz yasab olib, yasashni ko'rsatib berdim. Aynan mana shu shakldagi bo'lgan grafik post, mana bu statistikaga doir narsani darsimda yasab ko'rsatib berdim. Qanaqa holatda ko'rinadi va mana bu kabi nimani yasashni o'rgandik. Figmada YouTube'ni artboard'i bu. Artboard'ini yasashni, YouTube'dagi artboard'ni yasashni o'rgatdim. Aynan ushbu darsimda. Xo'sh, bu ikkinchi darsim hisoblanar edi. Uchinchi darsimiz live dars hisoblanadi. Live darsimizda aynan o'sha bir hafta davomida o'rgangan narsamizni nima qildik? Check qilib o'rganib chiqdik. Mana bunaqangi o'lchamlar bor. O'sha o'lchamlardan kelib chiqib mana bu kabi storieslar
Instagram posterlarni o'lchamlari bilan ishlashni o'rgandik. Tipa mana bunaqangi grafik post yaratishni ko'rib chiqdik. Tushunarlimi? Mana bu kabi narsalarni yaratishni ko'rib chiqdik. Live darsimiz edi. Live darsimizda o'sha ko'proq displeylarni o'lchamlari va masalan prezentatsiyalarni yasashni ko'rib chiqdik. O'sha darsda men endi ko'rsatib tushuntirib berdim. Bu darsimizda nimalarni o'rganamiz, nimalar bo'ladi degan nimada ko'proq ma'lumot berildi. Va 4-darsga o'tamiz. 4-darsimiz bu 4-hafta, 2-haftaning 1-darsi. Komponentlar, variantlar va qayta ishlatiladigan UI elementlarni yaratish. Ko'proq komponentlarni yaratish haqida ma'lumot berilgan bo'lishi kerak bu joyda va endi komponentlar sal og'ir mavzu hisoblanadi. Komponentlar deganda men bibliotekalarni ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Bibliotekalarda resurslar bo'limida turgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Men bu joyda ko'rib turganingizdek, men anaqa videoyimda ko'rsatganman. Qaysi anaqani faylni topish kerak, o'shani tanlash kerak, o'shandan foydalanish kerak kabi nima qilganman, ma'lumotlarga, savollarga javob berganman. Aynan mana shu linkini ham qo'shib tashlayman. Endi bu ichida juda ham ko'p resurs bor. Buni mana bu faylimiz ichiga sig'dirib bo'lmaydi. Aynan bu darsimda nima qilganman? Mana bu link orqali mana bu coverga link beramiz. Mana o'sha tekstiga yozadigan bo'lsangiz, hozir bitta so'zlab olaylik. Endi aynan mana shu coverga bosadigan bo'lsak, demak mana bu faylni bizga copy qilib olsak bo'ladigan varianti chiqadi. Endi ichida nimalar bor? Juda ham ko'p murakkab UI'lar, assetslar bor. O'sha assetslardan foydalansak bo'ladi. Shunday qilib bularni olishi va bularni bu yoqqa joylashtirishni ko'rdik. Mana shu tartibda nima qilsak bo'lar ekan? Demak, xo'sh, tartiblab olsak bo'ladi. Umuman olganda biz tartib intizomni yaxshi ko'rishimiz kerak dizayner sifatida. Xo'sh, mana shu narsalarni tushuntirib berganman. Aynan komponent va variantlar, kutubxonalar, ranglar, shriftlar, bu narsalarni mana bu aynan stillar bo'limida balki mana bunga ham to'g'ri kelishi mumkin. Mana bu light va dark modlar uchun ranglar. Light va dark modlar uchun qilib berilgan. Aynan o'sha. Xo'sh. Light va dark modlar uchun qilingan. Ranglar, shriftlar va grid tuzilmalari haqida ma'lumot berish kerak edi. 2-haftada berishimiz kerak edi. Mana bu joyda gridlar haqida ma'lumot berilgan adashmasam, qani. Gridlar Figma dasturchilariga, Figma dizayner nimalariga ko'proq gridlar web dizaynerlarga kerak bo'ladi. Grafik dizaynerlarga ham kerak bo'ladi. Grafik dizaynerlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Plugin va widgetlarni men adashmasam o'sha darsimda o'tib berganman. Live holatida nimalar bo'ladi? Aynan dizayn sistemalarini yaratish. Mana ko'rib turibsizlar, mustaqil amaliyot deganda biz ko'proq dizayn sistemalarini o'zimiz yaratishimiz kerak edi va o'sha moslashuvchan komponentlarni, UI template'larni yaratishni ham o'rganishimiz kerak edi. Live darsimizda dizayn tizimlar yaratish va portfolio uchun UI elementlarni yaratish kabi mavzularimiz bor edi. Aynan mana shu haftada.
Tak. Demak, plugin va widgetlar deganda men plugin va widgetlar haqidagi videoni guruhga tashlayman, guruhga yuklayman. Plugin aynan pluginlar qanaqa ishlatiladi, widgetlar qanaqa ishlatiladi, bibliotekalarni yaratish haqidagi ham videoni tashlayman guruhga, o'sha kanalga tashlayman. Bu narsani hozir o'zim uchun bitta chek qilib olay. Demak, stil kutubxonalari va plugin va widgetlar. Plugin va widgetlar haqidagi videoni yuklash haqida yuklash kerakligi haqida ma'lumot yozib oldim. Demak, mana shu haftada biz shuni kabi narsalarni bu aynan sizlar plugin va widgetlarni sizlar qanchalik foydalanar ekansizlar. Bu haqida tushuntirilgan video bor. Bu narsadan o'ylanmasangiz ham bo'ladi. Components va variantsdan ham qanchalar foydalanasizlar. O'sha narsa ham menga qiziq. Xo'sh. Yaxshi. Demak, 4-dars, 5-dars o'tilmagan, 6-dars ham bo'lmagan va 7-darsdan davom etamiz shu joyda. Xo'sh, 7-dars. 7-darsda prototiplash, smart animate va component state'larini o'tib berish haqida nima berilgan ekan? Qanaqa qilib prototiplashlarni, mobil ilova UI'larni, sayt UI'larini bir-biriga bog'lashni mana shu skrinlarda ko'rib chiqamiz. Bir-biriga o'sha bundan keyin bu deb o'sha narsalar bir-biriga bog'lanadi va bog'langandan keyin qanaqa narsa holatda sizlar foydalanishingiz mumkin. O'sha telefonda ochilganda prototip holatini foydalanishingiz mumkinligi haqida ma'lumot berilgan. Aynan mana shu darsimizda 7-darsimizda smart animate'larni, auto animate'larni tushuntirib berganman. Qanaqa animatsiya turlari bor? Umuman olganda o'sha animatsiya turlari haqida deylik ma'lumot berganman. Mana bu darsimizda mana bu joyda tura qolsin. Mana bu nazariy element mana shu joyda tura qolsin. Buni kopiya qilib. Xo'sh, 7-dars tushunarli bo'ldi. Bu darsda biz nimalar o'rganganmiz? Aynan endi sizlarga men o'sha xaritani tuzib beryapman. Darsimizning xaritasi hisoblanadi bu. Xo'sh, 8-dars. Bu joyda nima qildik? Web saytlarni yaratishni o'rganib chiqdik. Mana shu narsani har bir dars ichida bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Har bir darsda mana shu narsa bo'lishi kerak. Demak, komponentlar, component state, hover effektlari bilan tushuntirish, mobil ilova dizaynni prototiplash va oddiy web sahifani interaktiv qilish. Oddiy web sahifani mana bunaqa promptlar asosida nima qilinishini o'rgatib berdim. Aynan mana shu 8-darsda. Ko'proq Figmaning mana bu funksiyalaridan foydalandik. O'zini Figmaning ichidagi ko'proq AI'larga moslashgan funksionalliklarni o'rgatib berdim aynan o'sha darsimizda. Xo'sh, 9-darsimizda darsga taklif qilganman. Darsga kirmagansizlar, men lekin mana bu gruppani ko'rsataman. Figma web darsimni bular 9-dars mavjud bularda. Va 10-dars. 10-darsda nimalar bor edi? 10-darsda aynan biz mana bunaqa rezumelarni qayerdandir topib, o'sha topishni o'rgatdim. Ularni olib kelib qayta ishlashni o'rgatdim. Qayta ishladik, o'zgartirishlar kiritdik va AI ga berib ko'rdik. Mana shunaqangi mazmunda nima qilgan? O'zingni variantingni yaratib bergan bizga deb anaqani berdik va u mana shu anaqani biz to'liq kopiya qilib olsak bo'ladi. Mana bu joyda prompt bor, ko'rganingizdek. O'sha promptni hammasini tanlab kopiya qiladigan bo'lsak, faylning nomida text istaydi mana.
Hammasi prompt. Ko'rib turibsizlar. Bular prompt hisoblanadi. Shu promptni qayerdan topsam ekan deb bunaqa qilayotganlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu promptni faylni o'ziga AI yozib beradi. Faylni nomiga yozib beradi, o'sha nimalarga yozib beradi. Tushunarli bo'lyapti. Yaxshi. Endi mana shu nimamizga yozib beryapti. Va biz yana bitta anaqa tashladim. Bu nimaga kiradi bu? Bu CV ga kiradi. Rezyume ish uchun topshiriladigan bo'lsa, mana bular rezyume hisoblanadi. Bularni aslida foydalanish taklif etilmaydi bulardan. O'zimiz qaytadan o'zimiz chiroyli qilib yasashimiz kerak. Shu narsa talab qilinadi. Va mana bu nimani men CVni mana shu CVni yaratib berganman. Qanaqa foydalanish kerak, qanaqa tartibda ma'lumotlarni ko'rsatish kerakligi haqida info berganman va mana bu SVG va anaqadan FreePickdan ma'lumotlarni olib, uni Figmaga o'girgan holatda o'sha narsani tashlab olib, o'shanda yaratishni, o'shanda hosil qilishlarini ko'rsatib bergan edim aynan shu darsda. Demak, va yana qo'shimcha bunday vektor grafikalarni, kalendarlarni qayerdan olib foydalanishni tushuntirib berganman. Kirmaydi bu. Masalan, menyularni yaratishni ko'rganmiz. O'sha menyularni yaratib ulardan foydalanganmiz. Aynan 10-dars. 11-dars. 11-darsimiz tak 11-darsda Figmada jamoaviy ishlash. Oldin aytganimdek, Figma bu jamoaviy ishlash uchun juda ham qulay bo'lgan Bluetooth texnologiyaga asoslangan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Bu degani, siz qayerdadir o'zgartirishlar kiritadigan bo'lsangiz, sizni masalan o'sha o'zgartirishlaringizni yana qayerdadir birga, kim bilandir birga ishlagan holatda o'sha o'zgartirishlarni amalga oshirsangiz bo'ladi degan. Masalan, men bu joyda nimadir qo'ydirsam, hamkasbim yonimda turib, aynan boshqa sahifada, deylik mana bu sahifada u qanaqadir o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin. Tushunarli, bunaqa murakkab anaqa emas bu. Juda ham oddiy va ish protsessini juda ham tez va qulay qilsa bo'ladigan, bir nechta inson bitta faylga kirib tahrirlash mumkin bo'lgan proyektligi uchun ham, o'sha dastur ekanligi uchun ham biz qiynalmasdan ishlaymiz va bitta narsasi bor, diqqat qilinglar. Aynan mana bu faylda deylik hozir 3 kishi bor ekan va Eldorda masalan Eldor Bo'ronovda edit turibdi va edit u kishi anaqasini ularda edit yopilib qolishi ham mumkin. Diqqat qilinglar. Nimaga? Chunki tushuntirib berganman. Figma dasturida mana bu team degan tushuncha bor. Team degan tushunchada masalan meni anaqam education planida masalan ishxonamning nimasi Pro tarifida turadi. Pro tarifida va men education tarifimdan foydalanib xohlaganimcha anaqalar qila olaman, o'zgartirishlar qila olaman, foydalana olaman. Lekin yana bitta narsasi bor. Mana shu ko'rib turgan shuncha fayllaringizni men tartiblab chiroylab nima qo'yganman. Ichiga kimdir kirib ishlaydigan bo'lsa, mana shu fayllarni istalganiga u kishida bo'lishi kerak, education degan plan bo'lishi kerak yoki bo'lmasligi kerak. Deylik, agarda mana bu Pro tarifiga kiradigan bo'lsa, unda Pro tarifi bo'lishi kerak yoki bir oyga $15 to'lashi kerak bo'ladi. Aynan bitta faylda 2 kishi ishlash kerak bo'lsa, kimdir ancha tarifda, planda ishlash kerak va qo'shilayotgan yana bir kishi, u ham $15 design sifatida to'lash kerak bo'ladi. Aynan mana shu nimada, Figma dasturida.
yoki dev seed bor, design seed bor. Sizlar dizaynerliklaringiz uchun dev seedni tushunishlaringiz shart emas. Design seed deganda bitta odam o'sha o'tirgan o'rniga dizayner sifatida joyda egallayapti. Aynan mana bu joyda live ishlaganligi uchun, ikkita odam bitta faylda ishlaganligi uchun mana shu nimani egallayapti, o'sha ma'lumotlarni olyapti. Tipa ularga yuklama beryapti. Aynan o'sha narsa, o'sha uchun ham sizga $15 anaqani narxni belgilashgan ular. Xo'sh, sharing, comment, feedbacklarni ham tushuntirib berganman. Kommentariy qoldirsangiz bo'ladi yoki feedbacklar bersangiz bo'ladi kimgadir. Real loyihalar ustida ishlash, web va mobile UI'larni chizish. Web va mobile UI'larni chizish uchun bu darsimda ko'proq men anaqani tushuntirib bergan ekanman. Bu darsimda men time management tushuntirib berganman, adashmasam. 11-darsimda birinchi vaqtida time management tushuntirib berganman. Bizani shu narsalarni o'rganishimiz uchun kerak bo'ladigan narsalar nima hisoblanadi? Time management birinchi navbatda time managementimiz bo'lsa, kunimiz rejali bo'lsa, o'rganadigan, o'qiydigan narsalarimiz hammasi tartib intizom bilan bo'lgan bo'lsa, deylik, men bu joyda ko'rsatib berganman. O'zimizga shu narsalarni grafik dizayn sifatida yaratib olsak bo'ladi. Shu kabi ma'lumotlardan foydalanib, sun'iy yaratib olib, mana bu joydan mana bu vaqtgacha menga ishlarimni to'g'rilab bergan deb sun'iy intellekt bilan ko'proq ishlab, undan deylik juda ham yalqov bo'lgan inson sifatida o'zimizga kun tartibini yaratib olsak bo'ladi degan ma'noda darsni o'tib berganman o'tgan darsda. Va ikkinchi bo'limida portfolio rezyumelarni va ish beruvchilarga to'g'ri taqdim etish haqida ma'lumot berganman. Portfolio va rezyumelar haqida mana bu o'sha darsimizning ikkinchi bo'limida nima berganman, tushuntirish berganman aynan mana shu darsimizda. Xo'sh, bitta vaqtga qarab olsak, demak, mana shu joyda biz darsimizning birinchi qismini tugatsak bo'ladi. Aynan 5-darsning yarmi yoki sanaladigan bo'lsa, aynan 5-dars o'rniga o'tib beriladigan darsning yarmi tugadi. Shunday qilib, yana keyingi darsga o'tamiz. Undan keyin yana 5-10 minutlardan keyin ko'rishguncha xayr. Xo'sh, 5-darsning ikkinchi qismidan davom etamiz. Shunday qilib, do'stlar, oldin ko'rib chiqdik. O'sha kamchiliklarimiz, pluginlar, ko'proq pluginlar haqida gaplashishni reja qildik. Endi kelinglar, bir chekasida pluginlar haqida ma'lumotlar berib o'taman. Pluginlar endi biz ko'p ishlatganligimiz uchun nima qilamiz? Ko'proq community fayllarni ichidan o'sha o'zimizga kerakli pluginni qidiramiz. Aynan mana bu joy. Bu joyda ko'rib turibsizki, dizayn resurslaridan pastroqda pluginlar bo'limi bor. O'sha pluginlar bo'limini bizga kerakli bo'lgan pluginlarni topishimiz mumkin. Aynan mana shu shaklda qaysi plugindan qancha foydalanishgan va qancha odamga yoqgan bu plugin. Demak, qanchalar ko'p odam foydalangan bo'lsa, shuncha foydali bo'ladi va yozib qo'yibman bu yerda free, paid, free deb. Freelarimiz ko'proq ishlatish imkoniyatingiz bor. Paid ichida ham tekin foydalansa bo'ladigan imkoniyatlari bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol 10tacha, 15tachagacha free trial beradi. Mana shu nimalarni olib bemalol browse qilishingiz mumkin. O'zingizga kerakli bo'lgan filtr orqali qidiradigan bo'lsangiz, pluginlarni topishingiz ehtimoli shuncha katta bo'ladi, shuncha zo'r bo'ladi. Masalan, QR kod generatsiya qiladigan plugin bor va o'sha orqali biz mana har xil linklarga link tashlasak, QR kodni generatsiya qilib beradi. Bizning veb-saytimiz bo'ladimi, Telegramimiz bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlarimiz bo'ladimi, hammasini linkini aynan bitta QR kod orqali belgilab ketsak bo'ladi. Olmaganda. Xo'sh, mana ko'rib turibsizda, shuncha pluginlar mavjud. Endi shuncha pluginlar bor va ularni o'zimizga saqlab olmoqchimiz. Doim foydalanamiz, yoqib qoldi shu plugin. Demak, o'sha pluginga kiramiz. Masalan, QR kod generatoriga kiramiz.
bu plugindan foydalanib ko'rganimizdan keyin bizga yoqib qoldi rostdan ham. Endi nima qilamiz? Mana bu save knopkasini bosib qo'yamiz. Tushunarlimi? O'sha save knopkasini bosganimizdan keyin u qayerda ko'rinadi? Bizani mana bu community account bizani mana bu save bo'limida ko'rinadi o'sha. Aynan sizga yoqgan plugin. Tushunarlimi? Masalan, menga yoqgan fayllarni o'zimga duplikat qilib, o'shalar ustida ishlab o'tirmayman. Ularni shunchaki save qilib qo'yaman pluginlarni yoki mana bu kabi chizmalarni mana bu joyda men save qilib qo'ygan bo'laman. Tushunarli? Va save qilganligim hisobida bular menda turadi. Men xohlagan vaqtim o'sha pluginlardan foydalanmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Mana shu joydan topib olaman bemalol. Va yana bitta joyi bor, diqqat qilinglar. Bularni kimdir doimiy yangilab turadi. Masalan, kiradigan bo'lsak, bu qachon yangilangan? Ko'rishimiz mumkin. 4 yil oldin yangilangan ekan bu. Juda eski resurs ekan. Lekin tez yangilanadiganlari ham mavjud. Masalan, Figma'ni o'zini tomonidan yuklanadigan nimalar tez mana 2 oy oldin nima qilingan, yangilangan o'sha fayl. Dizayn sistema fayli 2 oy oldin yangilangan. Tushunarlimi? Bu degani siz qaysidir fayllarni tez yangilangan holatida o'zingizga mana shu joydan topib olishingiz mumkin. Mana shu joydan ochib ko'radigan bo'lsangiz, yangiroq versiyasini foydalanishingiz mumkin. Bu ham zo'r qulaylik hisoblanadi aynan mana shu save bo'limini va prototiplarda ham nima qilishingiz mumkin? Mana shu holatda topishingiz mumkin. Men akkauntimni mana bunday qilib copy qilib tashlab qo'yaman gruppaga va o'sha joydan meni akkauntimdan kirib topib olishlaringiz mumkin. Va o'zlaringizga ham xuddi shunaqa ham plugin, ham fayllar bo'yicha qidirib topib, saqlab, sozlab olishlaringiz mumkin. Endi men qo'ldan kelgancha harakat qilaman aynan sizlarga mana shu nimalardan foydalanishlaringizni. Foydalanib, shu pluginlardan foydalanib o'zlaringizga nimadir olishlaringizni nima deb bilaman va bularni ham ulashib turaman o'sha kanalimda. Va yana bitta yaxshilik qilish niyatim bor. Xudo xolasa mana bu web uchun o'tgan darsimni sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Meni Figma kursimda o'qiganlar o'sha web kursimni darslarini ham ko'rishlari mumkin. Lekin faqat darslarni ko'rasizlar. Nimasi bo'lmaydi, support bo'lmaydi. Masalan, savollaringiz bo'lishi mumkin, ularga men javob bermayman. Webga taalluqli bo'lgan foydali manbalar, resurslarimni ulashmayman. Aynan buni o'sha mana shu guruh darsini o'qiganlarga taqdim etaman. Shu bilan birga guruhga tashlayman. Aynan anaqani. Agarda siz web bilan mobile dizayn kursimda o'qimoqchi bo'lsangiz, nimamga yozsangiz, men o'sha gruppaga qo'shib qo'yaman. Siz o'sha kasbiy rivojlanish, o'sishga doir bo'lgan har qanaqa videoyimni o'sha joydan ko'rib, o'rganib olasiz. Bu joyda hozirgi vaqtda men sizlarga tekin sifatida beradigan 1 oylik web dizaynga taalluqli bo'lgan, hali mobilga o'tmaganmiz. Mobilga o'tadigan bo'lsak, sizlarda mobile bo'yicha ham kurslarni berish mumkin edi, lekin o'tmaganmiz. Demak, o'sha joyga ham bordi va siz ikkinchi kursimni tekinga olmayapsiz, yarmini olyapsiz. Shunaqa yaxshilik qilmoqchiman. Aynan meni Figma kursimda o'qigan hammaga aynan mana shu nimada o'tilgan 12 ta darsni video yozuvlari sovg'a qilinadi. Xo'sh, yana nimalar haqida gaplashishimiz mumkin? Buni gapirib bo'ldim va o'sha pluginlar orqali biz mana shu kabi resurslarni topib olishimiz mumkin. Bu haqida gapirib bermoqchiman. Bularni men deylik mana shu yerda o'zimda bor nimalar, resurslarni olib kelib mana shu yerga qo'yib, shulardan foydalaninglar degan anaqani berdim. Maqsadda shuni foydalaningizlar deb va qanaqa foydalanishlarini ko'rsatib berdim. Xudo xohlasa hammaga mana shu Figma darsim juda ham foydali bo'ldi. Agarda kimdadir savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, yozinglar gruppada. Mana shu savollaringizga men ko'proq e'tiborimni qarataman. Deylik, ko'proq
fokusimiz nimaga qaratiladi? Ko'proq agar o'zimizni grafik dizayner sifatida ko'radigan bo'lsak, o'sha Figma communityda ko'proq ishlashni anaqasini ko'rishimiz kerak. Imkoniyatini qanaqa qilsak, nima qilsak o'sha Figma communitydan biz ko'proq resursga ega bo'lamiz. Ko'proq foydali narsalarga ega bo'lamiz. Shu kabi savollar bilan mana shu communityda ko'proq xuddi Instagram lentasiga o'xshaydi bu. Masalan, kerakli videoni topib olishingiz mumkin, uni saqlab qo'yishingiz mumkin. Keyinchalik ham o'sha fayldan foydalanishingiz mumkin. O'zingiz qayta tahrirlab, yana o'zgartirishlar kiritib, o'zingizga moslashingiz mumkin. Mana shu Figma communityda. O'shaning uchun ham sizlarga tavsiya etaman, Figma communityda ko'proq vaqtlaringizni o'tkazingizda agarda grafik dizayner sifatida o'zlaringizni ko'radigan bo'lsalaringiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Hozircha hamma nimalarim shulardan iborat. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni kanalga yuklab turaman. Foydali resurslar topamanmi, kanallar topamanmi, hammasini sizlarga ulashib turaman. Mana Figma guruhimda o'qiganlarga. Agar qanaqadir tanishingiz bo'lsa yoki nima deydi, ushbu kurs orqali web kursimga ham ega bo'lishni kimdir xohlasangiz, tavsiya eting. O'sha Figmani o'qigan odamga web kursni ham tekinga olishga anaqasi bor ekan degan anaqani bering. Ushbu kursimni ga bo'lgan talabni oshiring. Tipa masalan Figma hozirgi vaqtda universal, bu narsani internetdan ham o'rganishingiz mumkin. Internetda tekin resurslar juda ham ko'p. Masalan, Figmani o'zi bilan hech kimni aldab qo'yib bo'lmaydi. U Figmani mustaqil agar nimaligini tushungan insonni o'zi ham mustaqil o'rgana oladi, mustaqil ko'p narsalarni yarata oladi. Lekin sizda anaqalar bo'lmasa, tipa web yoki mobile va UX sohalarida tajribangiz bo'lmasa, siz уже keyingi bosqichlarga o'tishda qiynalasiz. Faqat grafik dizayner va grafik mahsulotni yarata oladigan dizaynerga aylanib qolasiz. Shunday ekan, do'stlar, masalan biz Figmani ko'rib chiqdik, maksimal nimalar yaratsa bo'ladi, nimalarni qilsak bo'ladi, hammasini ko'rib chiqdik. Mana shu Figma dasturidan biz maksimal foydalanishni, ushbu kursimizda foydalanishni ko'rib chiqdik. Nimalar mavjudligini umuman olganda sizlarga men kunlab, soatlab gapirishim mumkin, lekin nimanidir ko'rsatib, nimanidir o'shani yasalganligini, живой bo'lgan holatini, aynan shunga taalluqli bo'lgan holatini tashlasam, sizlarda masalan tajribalaringiz tezroq o'sadi, ko'proq narsani qilishga harakat qilasizlar. Bu degani menda hozirgi vaqtda resurs cheklangan. Hozir faqat nazariy bilimlarga, amaliy bilimlarga kelganda, masalan sizlarda nima yetishmayapti? O'sha darslarimga qatnashmayapsizlar. Amaliy darslarda ko'proq sizlarning tajribalaringizni olishim kerak. Nimalar qilayotganligingizni ko'rishim kerak. Vazifalaringizni tekshirishim kerak. Qilayotgan vazifalaringizni aynan men darsda yasab chizib yaratib bergan elementlarni sizlar o'sha o'zlaringizni nimalaringizni qilib ko'ryapsizlarmi? Nimalarga erishyapsizlar o'shani va undan ortiq nimalarni yasayapsizlar? Shu kabi savollar menga qiziq. Shunday ekan, darslarni masalan bo'lishi mumkin YouTubedan sizlarga foydali o'sha shorts linklarni kanalga yuklab turishi mumkin, foydali resurslar anaqasiga. Demak, mana ko'rib turibsizlar, mana shu joyda bizda mana bu foydali manbalar degan joyda reelslarimni doimiy ulashib turaman. Reelslar deganda YouTubedan to'g'ri kelgan menga foydali bo'lgan reelslarni doim sizlarga ulashib turaman. O'sha dizaynerni oyligi bo'lishi mumkin, qilayotgan grafik dizayn elementlari bo'lishi mumkin, shu kabi ma'lumotlarni yaratishni ko'rsatib beraman. Demak, mana shu kursimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kimlargadir tavsiya etinglar. O'sha kanallarda, mana bu kurs kanalimda aktiv bo'linglar. Bu joyga o'zlaringiz tavsiyalaringizni beringlar. Kimga qanchalik mana shu nimalar foydasi tekkanini, kim keyingi bosqichga o'tmoqchiligi, qanchalik foyda topganligi haqida ma'lumot beringlar. Shunday ekan, keyingi kurslarda ko'rishguncha ertaga Xudo xolasa men live dars o'tib beraman. Keyingi darsimiz live dars hisoblanadi va o'sha darsda aktivroq bo'lishga harakat qilinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha